جدد حياة القلب بالقرآن. Ey müminler, özüңlardan bulmağanlarını sırdaş kılıp olmağlar. Ular sizlerge buzğunçılık kılıştı boşanlık qıp qalmaydı. Ular sizlerning mushaqqatli qilishinglarni arzu qiladi. Ularning dushmanligi eg'izlardan ma'lum bo'lib turdi. Ularning dillarida yushurgan dushmanligi texmi cho'ngdir. Shubhasizki, agar tushunadigan bo'lsanglar, sizlarga nurg'un oyatlarni bayon qildik. Ali Imron surasi 118-oyat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qarindoshlar, bu darsimiz sakin, hammamiz to'rt ko'z bilan kutgan taqozo bo'lgan dars. Sakin deganimiz mushu ikki belga qo'yilgan harflar, sakin qo'yilgan harflar deyiladi. Bu sakinning ishorati belgisi. Buning arabchasi sukun deyiladi. Biz uyg'urcha sakin, sukun deb ko'nganligimiz uchun sakin debla oldim. Bu belge harflarning ustiga qo'yiladi. Bu belge qo'yilgan harf oldidagi harf bilan qo'shilib, yipiq bo'g'im hosil qiladi. Eskartish, arab tilidagi so'zlar sakinlik harflardan boshlanmaydiganligi uchun sakinlik harflar harakatlik, ya'ni fatha, kasra, lamma harflarining keynidan keladi. Ba'zi sakinlik harflarga sakin belgisi yozilmasligi mumkin. Silishtirma qismiga o'tib ketaylik. Qaranglar, sakinlik harf oldidagi harfning harakati bilan qo'shilib yipiq bo'g'im hosil qildi. Buni as deb o'qiymiz. Unda da oldi bilan harflarningki tovush belgisi qo'yilgan degan holati, uningdan keyin masalan bu yerda sakin keldi, sakin bilan birga qo'shib, undan keyin butun bu kalima holatida o'qiyman. Menga ergishib o'qinglar. Bu qitim har qitimqiga o'xshash harfningki ismini o'qimayman, faqatla harakatlar bilan o'qiyman. A, sa, asa, as, as, la, ha, as, laha. Yani bir qitim o'qib beraman. As, laha, vi, ra, vira, vir, virden, virden, ya, i, se, ya ise, ya, is, ya is, ya, is, ne, ya isne, ya isne, fa, hu, ka, fahuka, fa, huk, fahuk, fa, huk, mu, fahukmu, fahukmu, i, da, ida, id, id, qa, mu, id, qamu, id, qamu. Hamda o'zlashtirish qarayli. Her birisini ikki qitim deb berma, bu da parcha-parcha o'qib bermayman. Ikki qitim deb berganlarimni men bilan birlikda ergishib o'qinglar. Bi, bi, tib, tib, mut, mut, hath, hath, yaj, yaj, yah, yah, sikh, sikh,
قد قد عذ عذ صر صر وز وز بس بس خش خش فصل فصل ريض ريض شط شط طز طز نع نع مغ مغ غف غف فق فق رك رك زل زل هم هم من من صه صه bu hani ha deyishdan saqlanlar. Masalan, sih sih deyishdan saqlanlar. Bu sih أو أو وي وي Bu dərsimizni yaxşı özləşdirişinglarni ümid qilaman. Keyingi dərsimiz bo'lsa, sakinning mashqi va ilgari o'tilgan fatha, kasra va dam mahboblarninki butun temalar, butun qoidalar o'z ichiga olgan mashq bo'ladi. Inshaalloh. Keyingi darsda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. وبه اعتني